İbrahim alayhisalom o'g'illari Ismoil alayhisalomni qurbonlik qilishlikka olib ketishlikdan oldingi bo'lgan voqealarni izhor qiladilar. Uyiga kirib, onasi Hojar onamizga aytgan ekanlar. Bolangni kiyintirib ber, bir joyga olib borib kelaman, o'ynatib kelaman deb. Onasi chiroyli kiyintirib bolasini qo'shib berdilar. Ibrohim alayhisalom bolasini olib ketyaptilar. Bola otani oldi yugurib yelib ketyapti. Otasi uni qurbonlik qilishligi to'g'risida xayoliga ham kelmayapti. İbrahim alayhisalom o'g'illarini olib borib, o'sha Mino vodiysiga, hozirgi hojilarimiz to'planib turgan joyda qurbonlik qiladigan makonga olib bordilar. Shundan keyin azizlar, Ismoil alayhisalom otalari Ibrohim alayhisalomga bir gap aytdi azizlar. Jon, modomiki meni bo'g'izlar ekansiz, sizga ba'zi bir iltimoslarim bor. Nima iltimosim bor? Meni qo'limni bog'lab qo'ying otajon dedilar. Nega bolam dedi. Aytishadi-ku ota, jon berish og'ir deb. Siz meni bo'g'izlaganingizda jon beryapti bilmasdan qo'lim qimirlab ketib sizni urib yuborsam, otasini urgan farzandlari qatoridan bo'lib qolmay deb qo'rqyapman dedilar. Ibrohim alayhisalom yig'ladilar. Yana ikkinchi vasiyatini aytdilar. Ko'ylagingizga va meni kiyimlarimga qon tekkizmangki, onam ko'rib ko'ngillari buzilmasin. Onamni oldiga men tengi bolalarni ko'rsatmay turingki, ularni ko'rib onamning qalbi mahzun bo'lmasin. Mana shu gapni aytdi. So'ng yotkizib, endi qurbonlik qilaman deb turdi, o'g'illari yana o'zgardi. Otajon to'xting dedilar, qo'limni yeching. Nega o'g'lim o'zing aytding-ku? Yo'q. Ibrohim alayhisalom o'g'lini majbur qilib qo'lini bog'lab turib qilib qurbonlik qilgan ekan degan tarixda qolmasin. O'z ixtiyorim bilan Alloh yo'lida yotganimni hamma bilsin, qo'limni yeching dedilar. Qo'lini yechdilar. Shunday o'g'ilni bergan Allohga shukrona aytib, oxir oqibat pichoqni o'g'lini bo'g'ziga olib bordilar azizlar. Lekin pichoq kesmadi. Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, Ismoil alayhisalomga o'rniga qo'y keltirib, biz endi uni o'rniga boshqa zabih qiladigan ulug' birni fido qildik. Ya'ni Jabroil alayhisalom osmondan bir jannatdan qo'y olib tushib, mana shu qo'yni qurbonlik qiling dedi. Bu siz uchun bir imtihon edi xolos. Hech qachon Alloh bandaga zulm qilmaydi. Faqatgina bir imtihon edi. Va bu imtihondan ota ham, bola ham, ona ham nihoyatda chiroyli o'tdi. Mana shundan keyin Ibrohim alayhisalom o'g'illari Ismoil alayhisalom o'rniga Jabroil alayhisalom olib kelgan qo'yni qurbonlik qildi. Shundan beri har yili qurbon hayiti kuni qo'y so'yamiz. Ba'zan bizdan odamlar so'raydi, "Domla qo'yni qanaqasini so'yaylik?" Chiroyligini so'ying, chunki bu o'g'lingiz o'rniga fido bo'lyapti.